hojilarimiz bilan mana alhamdulillah. Sizlar nechi bugun? 6 noyabr 2022. O'zbekiston, Qirg'iziston. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Qur'on matbaasiga Madina Munawvara Qur'on nashriyotiga inshaalloh ekskursiyadamiz. Hozir hojilarimiz Alloh taolo nasib qilsa kalomullohni qanday holatda nashr qilinishligini o'z ko'zlari bilan ko'rib, qaytishlarida bir donadan Qur'oni Karim hadya qilib oladilar. Xo'p, ziyoratchilar juda ham ko'p. Alloh taolo barakasini yana ham ko'paytirsin. Ilohi ikki haram hech qachon bo'sh qolmasin. Mana haqiqatda har doimgidek go'zallik bir cho'l diyorlarida Qur'oni Karimdagi jannat vasflarining bir ko'rinishini ozgina bo'lsa ham ko'rsatib qo'yilgan. Butun ummatdan bu yerda maşallah vakillar bor. Gruppamiz kelyapti mana. Alloh taolo manfaat bersin. Bittadan bo'lib kiringlar, bitta bir donani. Tekis bo'lib kiringlar iltimos. Tartib eng go'zal narsa. Bo'l, mana kel qo'shib bo'lavering. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Toshkent, Buxoro, Namangan, Andijon, O'sh, Valid, Botken hammasi mana. Bu butun dunyoda musulmonlar jamoati. Odam nihoyatda ko'p maşallah ziyoratchilar. Hadiyalarni ham tashqarida beridan olib qo'yibdi. Sababi ziyoratchilar ko'pligini hisobiga. Allohu akbar. Haramda ham, ikki haramda ham tumonat Alloh barakasini beraversin. Ilohi qaytib o'tgan kunlar takrorlanmasin. Ikki haram har doim shunaqa islom ummati bilan to'la bo'lsin. Jamoatlarimiz mana bir-birlarini musulmonlar tanisa tanimasa maşallah. Dinimiz shiorlaridan bo'lgan assalomu alaykum eng go'zal so'zda. Toshkent, Buxoro, Samarqand, O'sh. Maşallah. Allah barakasini bersin.